Rankda yutqazishdan charchadingizmi? Dushman meta-geroylarni pik qilsa, nima qilishni bilmayapsizmi? Bugun metani kontr qiluvchi 5 ta pikni ko'rib chiqamiz. Bu videoni oxirigacha ko'rmasdan rank boshlamen. Agarda qattan arzon va ishonchli almas xarid qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, eng ishonchlisi bu albatta Uspinbot. Nolan va Ling hozirgi metaning eng tezkor qotillari. Ularni dashlarini Xufra bilan 1 soniyada bloklang. Xufra ikkinchi skilli bilan ularni havoda to'xtatib, barcha kombolarini buzib tashlaydi. Dashlarga qarshi eng zo'r geroy bu Xufra hisoblanadi. Hills yoki Terizla kabi jir tanklardan qo'rqasizmi? Darius pik qiling. Uni ikkinchi skilli dushmanni zashtasini 75% gacha kesib tashlaydi. Agar dushman tank bo'lsa, ularga qarshi zlobni rik yig'ishni ham unutmang. 30% zashta yorish bilan ular shunchaki minionga aylanadi. Maskovda skors atakasi jonga tegdimi? Saber bilan uni one shot qiling yoki uni Kaya bilan to'xtatib qo'ying. Shuningdek, unga qarshi Shipovnaya broni oling. Bu predmet kritik uronni 20% ga kamaytiradi va zarbani 30% qismini o'ziga qaytaradi. Maskov o'z zarbasidan o'zi o'ladi. Mobile Legends bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.